alaykum. Bemorimiz 66 yoshli ayol kishi. Ko'krak qafasida kuchli og'riq bo'lgan, shifoxonaga murojaat qilgan, koronarografiya amaliyoti o'tkazilgan. Bir necha tomirlarda okklyuziya aniqlangan. Xo'p, bemorga AKSH aorta koronar shotlash amaliyoti tavsiya qilingan. Tekshiruvdan oldin, operatsiyadan oldin tekshiruvlar o'tkazildi. Xo'p, Holter tekshiruvi ham o'tkazildi. Shu jumladan mana Holter tekshiruvida ko'rishimiz mumkin. 21:42 da bemorda o'tib ketuvchi gist samit chapoyoqchasi to'liq plakatasi kuzatildi. Bu holat ishemiya fondan kuzatilishi mumkin. Xo'p, bu holat davom etdi, ancha davom etdi. Xo'p, mana 46, 47, 42 da boshlanib 10-11 minut davom etdi. Hozir tugagan joyiga olib boraman. Tugadi. Xo'p, shu yerda tugagan, 53 ta tugagan. Shunaqa holat bo'lib o'tdi. Xo'p, buni qanaqa farqlashimiz mumkin? Qorincha tahkardiyasidan yoki ekstrastalida. Birinchidan PTSHchalari saqlanib qolgan. Ritm bo'lmachidan kelyapti, normal yo'l orqali o'tyapti. Faqat qorinchada o'tkazuvchanlik buzilgan, ko'res kengaygan, mana ko'res, wide ko'reslar ko'rishimiz mumkin. Bu yerda narrow, ya'ni tor ko'reslar ko'rishimiz mumkin. Shunaqa holat bo'lib o'tdi bemorda. Bemor aorta koronar shotlash amaliyotiga tayyorlanyapti hozirgi vaqtda.